Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 2026-yil 11-yanvar holatidagi g'ishtlarimiz Xudo xolasa kamazlarimizga, havolarimizga hammasiga yuklanib, mana dastavka qilib beryapmiz. Mana ichkaridagi holatlarini, yuklangan holatlarni ko'rib turibsizlar. Endi mana shu holatda bo'ladi. Zakaz qilganlardan keyin 10 kundan keyin, 5 kundan keyin unaqa darajada o'zgarib qolmaydi. Tepadan yuklanib turgan jarayoni. Kamazni ustiga ham chiqib ko'rsatib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Ushbu mashinamiz hozirgi kunda Shahrixonga dastavka qilib beryapmiz. Kamazda havo kira olmaydigan joy ekan, Kamazda dastavka qilib beryapmiz. Kimga Shahrixon atrofidan ish kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bugungi kunda Shahrixon, Quva, Asakani Qoratepasi, Oltinko'lga dastavka qilib beryapmiz. Kimga shu atroflardan ish kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Marg'ilon, Qorajiyda atroflaridan ham, Farg'ona tomonlarida ham bemalol ishlarimiz bor. Bemalol borib ko'rishlari mumkin. Dastavka qilib beramiz. Mana tepadagi holati ko'rib turibsizlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Xudo xolasa ishlarimiz a'lo darajada. Bemalol erta bahorgacha qorda, yomg'irda qolsa ham holatini Xudo xolasa o'zgartirmaydi. Tepadagi chiqib turgan holat. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.